Mana assalomu alaykum hurmatli parranda ishqibozlari. Serebrishli adler to'g'larimiz bor mana. Bularni tuxumlariga zakaz olamiz mana. O'tgan safar zakaz olamiz deb inkubatorchilardan oshinib aholiga kamroq berdik. Mana endi bemalol kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Toza qonli adler to'g'lar, xo'rozlarini qoni almashgan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlarini qo'yamiz. Manzil Quvada, Farg'ona Quva shahrida. Xohlovchilarga jo'jalari ham bor. 15 kunlikdan tortib 1 kunligigadir. Tuxumlari ham bor, zakaz olaveramiz, tuxum qilib beraveramiz, topib beraveramiz. Xo'rozlar. To'g'larimiz yirik, xo'rozlarimiz ham yirik, qon almashgan. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar o'rtoqlar. O ichida bitta qora makyonchamiz bor, o'rtada qizil makyoncha bor. Ular shular bilan ochirilib qo'ygan. Mana. Videomizni uzmasdan tuxumlar jarayonini ham bir ko'rsatib qo'yaman endi. Mana xo'rozlar aylanishib yurishibdi. Mana kletkamizga kiramiz. Endi hali uborka qilib ulgurganimiz yo'q. Mana o'rtoqlar. Tuxumlar jarayon. Oldilari chiqdi, mana qolganlari endi kirib, mana tuxumlashyapti. 50 ta, 55 ta, 45 ta kunda tuxumlari bor, xudo xolasa. Kimga kerak bo'lsa, kim qiziqsa telefon qilaveringlar bemalol. Mana manzilimiz Quvada.